Dostlar selam, men Raynur, rais programmist Hamin Ufada. 14-yanvarda biz Denis Fenisov yetakchiligida Ufaga yo'lga chiqdik. Boshqirdistonga kirgach, Sovetlar Soyuzi giroyi Musa Garayev haykalini to'xtalib chechaklar soldik. Masjidga kelib jetdik. Dag'i Ixlos masjidina kirib namoz o'qidik. Shundan so'ng butun dunyo tatar kongressini Boshqirdistondagi vakilligini yo'l tutdik. Ufa vakilining tub maqsadi tatar uyushmalari yetakchilari o'tirishida qatnashuv edi. O'tirishda o'tgan yilgi ishonchlikka natija yasab, problemalarni borladik, ham kelajakka planlar belgiladik. Ufada bizni javob qarshi oldilar. Milliy rizqlar bilan so'yvardilar. Kishin tatar kvartirnik vakillari bilan kelajak proyektlar turida suhbatlashdik. So'ngdan atalga qaytib yo'qladik. Ikkinchi kuni Shishma rayonida Turaxan kompleksini qaradik. Kompleks zamoncha, ammo ishtaligi bo'yicha so'rovlar bor edi. Shishma shaharining kitobxonasida kitoblar bo'lagi etib, yerli xalq bilan aralashdik. Onları Kilash ovuluna yo'l tutdik. Bu ovul Ziya Kamali, Farida Kudasheva ham Mustay Karimning tug'an jeri. Madaniyat yurtin qarab kitobxonalarini tatar kitoblari bo'lak etdik. Shunda Rabbani masjidini tuzilishida qaradik. Kish bilan Ufaga aylanib qaytib tatar shahri yozuvchi Murat Karimovni 95 yoshlik yubileyi bilan qutladik. Kelmeye unutmasınlar. Her vakitte bizning eng zo'r qurol. Biz Nur teatridan keldik. Grigory kuyovlari spektaklini qaradik. 3-kunni Qozonga qaytar oldidan Ildos ismli do'stim bilan uchrashib, Og'idil yorin qarab oldik. Shu aytib bizning Ufa sayohati tamom. Пока.